Ana endi kelin birla kuyovimizni tabriklash maqsadida kelgan mehmon san'atkorimizni taklif qilamiz. Marhamat, qarshi oling. Mo'jazgina estradamizda sizlar uchun kechamizni va estradamizning yorqin yulduzi Abbos Ubaydullayev janoblari kuylaydi. Marhamat. Bazmu Jamshid otamiz yaxshilarning o'g'liga qaynota bo'lgan otamiz. Abbos akamiz Ubaydullayevni yoshligimizdan eshitib yurganmiz. Yoshligimizda haligi juda ko'p qo'shiqlarni hattoki yoddan bilamiz. Juda ham sevib eshitganmiz. Juda ham xursand bo'ldik. Qo'shiqlarni eshitib yana bir yoshlikka qaytdik deb xullas. Ko'zi yoshlarga to'lgan otamiz. Otadan o'g'il qolardi. Qizlarini ranjitdi. To'yga kelgan san'atkor kutmagandim. Yaxshi ko'rgan qo'shig'im bilan boshlashdi. Zo'r surpriz bo'ldi. Xush kelibsan jon qizim. Jonimga darmonim qizim. Otasining erkasi endi mehmonim qizim. Onasining erkasi endi mehmon qizim. Yangam bilan necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Turmush qurganimizga 10 yildan o'tib 11 yilga yaqin bo'lib qoldi. 11 yil mobaynida siz bilgan eng yaxshi xislatlari. Birinchisi vafodor, ikkinchisi mehribon, uchinchisi sabrli, pazanda, ozoda, ham go'zal. Endi men hozir sanab ketaveraman demoqchimanki, nimaiki erkak kishi xohlagan narsa shu ayolimda bor deb o'ylayman. Ko'nglimga ish armonlari to'lsan yetar. Oshiqligim kim bilmasa bilsan yetar. Turmush o'rtog'imiz mard, bir so'zli, aytdilarni qiladilar. Vafodor, mehribon, farzandlarimni yeri ko'kka ishonmaydigan ulug' bir uyimizdagi tog'imizda. O'zi qaytib kelsan yetar.